Desa mana bu damasimiz sotilibdi 24 ga 25 ekan. 21 ming yurgan ekan. 7400 ga naqdga bo'ldim aka. Xo'p, naqdga sotilibdi. Audio sistemalari bor, barlari bor, rezinik o'rtashalga cho'loq chexolat kiyib qo'yishgan. Gazonnaga. To'tala bo'lgan, mana salonda xolasalon o'ynalarga tonirovka tortilgan, mana ko'rishlaringiz mumkin. Aka kraskasi qanaqa ekan? Toza. Mana. Balonlarning holati gaz ham o'rnagan ekan, mana ko'rishlaringiz mumkin. Aka olganga sotganga Alloh baraka bersin, rahmat. Mana qiziqqanlar shuni hisob-kitob qilib olaverasizlar. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana bugun payshanba, Namangan Norin mashina bozor. Hurmatli do'stlar, sizlarga har xil damaslardan video obzor qilib davom etyapmiz. Kamtarona mehnatni qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lib, podelitsiya qilishni unutmanglar. Qandaydir xato kamchiliklar bo'lsa, yozib qoldirsangiz xursand bo'lasiz. O'zdan ehtiyot qilinglar. Sizlar bilan No'moxon Nodirov. Qana bo'lmasa ham ketdik. Bozor bittami bozor ketdi. Siz biroz yaqin sasamidin, so'rab aytdim men. Sasanam demadim. Yana aka bering va Qanchaga? 81 ga. 25 mi? Tozami? Toza. Aka bering, nasha ham emas, ajdara ham emas. Bir sabab. Bo'lmas, mashina bozorda mashina ko'rib. Yurasiz zillar qo'ygan qaytib keldi. Dehqon bizga ham aka bir sanashga beradi. Mashada sana berib olamiz biz. Ba'zi bir aka $100 dokumentga olib olaman desangiz, xo'p deydi. Ba'zi bir aka o'shanga unamadi. Dokumentini qilib beraman, pul keladi. Biz ham naqdga olamiz aka. Ilojini bersa biz ham naqdga sotib Naqdga bo'lgani yaxshilarga ham aka. Nega aka yaxshi baho bo'lyapti aka? Mashina zo'r ekan. Biz yoqib qo'yganiga qiziqib kelyapti. Naqdga bo'lyaptimi hozir? Ha, naqd. Ko'rdik aka. Aka qaysi kerak? No'moxon Nodirov. No'moxon Nodirov. Aka beraman aka, bu dehqon minadi maza qilib aka. Bering aka. Qo'ldir aka. Yo'q aka, qo'shilib beraman. Qancha bo'lsa aka? Yo'q, endi aka to'g'ri qo'shing beraman. Aka zo'rroq. Menga 8,5 ming bersangiz $100 qat beraman aka, bo'ladimi? Yo'q, 8,5 ming narx berdim. Qancha bersangiz yaxshi baho. Uni soza qilib qo'shingchi bersalar. Yaxshi bo'ldi. Endi qancha qo'shadi? Hozir kichkina pul qo'shib bo'lmaydi-da bu hozir. Haligi so'm bo'lsa agar 200 ming qo'shib ishingni bitib qoladi demoqchiman, xolos. Qo'shganda butun pul qo'shib berish kerak. Aka 20 ta, 10 ta qilib qo'shsam bo'ladi. Bering aka. Cho'ntagida bor edi. O'tkazib olishni bilan shunda hozir. Aka, shino telefon qilamiz. Hozir esa hozir o'tkazib beraman. Bu rasmlar ham bordimi ham aka? Bilasiz. Endi aka to'g'risiga biz qo'ldan kelgancha mashinaga rasm o'tib chiqqanmiz. Endi dokumentingizga ham rasm o'tib bersam aka, Endi 9 ming katta bo'lyapsiz aka biz. O'shani bo'lyapti. Aka hozirgi paytda dokumentini o'yladigan odam mashina ololmaydi. Keyin bering. Menga hozir aka ko'ryapsiz 7 millionga qarab ketib kelyapti. Bering mana aka. Aka bo'ldi, olamman men. Ish bo'lapsa, ish bo'loqqa. Az ekan. Pul desiz aka. O'zi Oybek deb turibman. Qo'shing aka ozgina. Tayyor aka, hamma narsasiz bor aka. Chiq qo'shing aka. Yumshoq balonlarga aka. Bering aka. Bo'ldi, zo'r bo'ldi. Bering aka. Aka pulli yo'qmi? To'g'risiga. Qo'shing beraman aka. Dehqon aka aka attilar qiynalib Rossiyada pul topganmiz. Xudo xohlasa aka. Maza qilib endi. 8100. Aybi bo'lsa zavodda aybi bor xolos aka. To'g'risiga. Bu kuzovda birorta joyda nuqsoni ham yo'q. Ana Abdulaziz. To'g'risiga. Maza qilmaylar shu topgan bo'lar aka. Kelgacha pulga aka. Mashina ichini o'rgatishga aka 2 million, 2 million pul ketadi aka ichini yuziga. Bering baraganimizni. Qo'shing beraman aka sizga. Qo'shingchi bitta soza qilinchi aka. 50 so'm beradi ustiga. Bering aka. Bering endi mana voy. Dedingiz qo'shdi. Qo'shidingiz qo'shdi. Aka bering endi. Qanchaga? 8150. Voy, minadigan duo qilib minar aka. Aka olib bu yoqqa aytadi. Bitta duo qilib qo'ysalar o'zi aqida aka bering mana shuna qilyapsiz. Bering endi. Aka qo'shsindingiz qo'shdi, ana qo'shdilar, bering. Bozoringizni ko'rganmiz aka. 81 dan 81 dedik. Qo'shdingiz 50 so'm qo'shib qo'ydi. Bering endi aka. Endi bering. Sig'adi demang, sig'idan qo'ydi o'zi. Mana sig'adim aka. Aytavering endi deydi. 82 bering sotdim. Aka 50 gaz pas ketib kelar. Bering aka. 50 so'm
qo'yib Aka barakasini bezak bering. doldur beraman men. Aka 50 ming so'mga to'ladi, 50 dollarga emas. Yo'q, qo'ying, bering shuni. 50 Yo'q, aka shuncha kesmamani to'g'ri bozor tugadi. 82 ga bo'lsa sizga sotib. 50 o'tib o'shundan shu. Yo'q. 82 ga 5. Aka, o'zi talab aytib nega oladigan 83 ga beraman deganman. 82 ga bo'lsa mana shu Bering aka, yarım sizga bo'ldi, yarım sizga bo'ldi. Bering. Kesma, sen o'shani bizga aytmaymiz. qo'shdi 83 ga, balki kesma. Biz biraz berdik. Siz tushunarsiz aka. Mana aka 8 ga yursangiz sotaman dedi. Mana aka ertalabdan 8 ga o'tib berdilar. Şu an bir iş 8 ga bitişine tani deyip olmaz. 50 so'm 100 so'm iş bitişini bitirir yani. Bu aka ishini meni sotdingiz aka. Ozgina naplanaman xolos. Ozgina naplanaman xolos. So'lab qilmaylar, to'g'rilab qo'yinglar o'sha. Aka 83 deydi. 82 bering bu sizga sotdim. Bering 82 ga. Ana xursandchilik. Bir yarım bo'lsa, aytgan bo'lsa. Biroz gapimizni olin siz. Ha, endi aka 50 so'm. Bularni ertalabda Gördünüz berishim aka, ertalabda berib, aysa turibman. Ertalabda siz aytgansiz. Shulang qo'lini, shulang. Ekanlarga arra o'sha 25 so'm. 25 dan shunday bo'lishinglar. 25 dan bo'lishinglar bo'ladi. iş bitishga, biroq qo'shilsa garib shu. Bering aka, yaxshilar bo'ladi. Aka, bering. aka qattiqlik emas. 8150 qilishyapti. Bitta narsani elib tayyorlab mashinachalar Yo'q, to'g'ri. dehqonda aylish ham o'zi bo'lmaydi. O'shaning uchun yopishyapmiz, jon aka, tayyorlik Dehqon ham uchun. o'zmunchaga Nasib bermaydi. qilmaysizlar, 250 ming tushunib boyib ketmaysizlar. Xo'p, deng aka. Butun ketadi. 25 so'm menga to'lab 25 so'm olsa bo'l. 25 so'm qo'shib beradi. O'sha to'g'ri beradi. Men berib beraman. Demang. Ya keng endi 25. Aka siz shu Endi nasıl videoga tushyapsiz? Bering. Usta bering, bering. 500 ming 400 ming. aka kesmasdan buni beradigan deganingizga atsizlar. Yo'q, o'sha 500 ming 400 ming hali. Ish bitishga Bitishga xolos. desam teskari qarab ketaveradilar. Ish bitishga qo'shdi Hop, biza. ish bitgan aka o'shani bering, xursandmiz aka. 200 ming so'm pul qayerdan kelib qaytib Aslida shuna demayapmiz. aka bizga tirikchilik. Voy, siz qilmoqchi o'tib bering, ey. Meros qilsak ham o'shani aka hisob Bering. qilamiz. Bering ma baraka qilsin. O'sha to'g'rilab bering aka. Bering aka, qaytmasin endi, bering shef. Aka olmaydi Yo'q, o'sha. Qo'yam endi o'shani so'raman endi o'shani. Nima bu dedi? So'raman o'shani endi qo'yaman. Beredi qo'lni shulang. bo'ladigan narsa. Endi qo'yaman deydi shu. Asli ertalabdan 25 so'rayapti. aka 83 dan Bu 25 so'rama qo'yaman. Qo'lim shep 82 ga bo'lsa aka xursandchilik. 25 nima qilib bering endi aka. Aka, asli 100 so'm o'tib beryapti mo'ljalimda. Hech kim mo'ljaliga yetmagan. Yetmagan. To'g'ri gap. Bitta mashinani elib aka chiqish yuzi ham bo'lmayapti. Dehqon ham odamga bermayapti aka. Ishini. Dehqon ham Endi hozir 25 qo'shmasa qo'sh. oldi. Baraka bo'ldimi? Ha. Qo'limiz bo'shadimi? Hurmatli do'stlar, polni shumka ekan, 13 ming yurgan ekan, audio sistemalari, mana bu salonni holati. Ko'rlaring. Olganga sotganga Alloh barakat. Hurmatli do'stlar, 2025 oq rangda Damas'imiz yurganiga keladigan bo'lsak, hop 23 ming yurgan ekan, audio sistemalari bor. 3D ko'rtashlarga cho'liq qilib holat kiyib qo'yishgan. Mana bu salonning holati, salonning oynalariga tonirovka tortilgan. Bolalari shumka ekan-a? Boshni polni shumka. Mana bolalarning holati ko'rishingiz mumkin. Bo'ldi. Temir gaz bolon. Usta buni 25-23 ming yurgan. Gaz qo'yish kerak, minish kerak. Xo'p. Hech qanaqa aybi yo'q. Kraskasi-chi? Top-toza kraska. Petno restovka? Yo'q, chizig'i yo'q. Chizig'i yo'q. Barter variant qilamiz. Qilamiz. Qancha deymiz? Damasga qilamiz. Naqdga qancha deymiz? 8000 guruch kelishtirib beramiz. 8000 bir 7,5 ming beramizmi? Tepada. Tepada. Xo'p. Nomer aytavering. 93. 93lik. Generalni bo'ladimi? Xo'p. Nomer 923 5005. Mana hurmatli do'stlar, qiziqqanlar toza 2025 tayyor holatda
polni shumka qiziq qoladi, telefon qilaverasizlar. Generalni chiqadi undan. Hurmatli do'stlar, 2025-yil 33 ming yurgan laboyimiz oq rangda ko'rishlaringiz mumkin. Xo'sh, o'n yurgani, audio sistemalari bor. O'zi zavodskiy holatda qolgan mashina. Temir gaz balon. Usta bu o'zing kim tirikchilikmi? Tirikchilik. Buni motorda, korobkada, ходовойda jim. Kraskasi toza. Barter variant qilamizmi? Tenka ruxsati bormi, yo'qmi? Bor. Qancha deymiz buni? 8400 dan tushib beramiz. 7,5 pastga kelishamizmi? Balandroq. Generalni chiqadimi? Nomer aytvoring. 94lik 176 76 90. Aka bozoringizni bersa, mana hurmatli do'stlar, keyin chiqadigan qiziqarli telefon qilaverasizlar. Do'stlar, mana keyingi Damas'imiz 2021 12 ming yurgan. Toza deyishyapti. Rangi qanaqa bo'ladi buni? Mokr asfalt ekan. Xo'p, audio sistemalari bor, barlari bor, rezinoviy ko'r tashalgan, cho'liq chexollarni kiyib qo'yishgan, ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu salonni holati, salon oynalariga tonirovka tortilgan. Rezinoviy ko'r tashalgan mana cho'klari. Amaki bu o'zi kim tirikchilikmi? Yo'q, Tirikchilik. Gen chiqadimi 90 partiya ekan? ha, chiqadi. Shu geranda ustunlar. Xo'p, general chiqadi. Buni motorda, korobkada, ходовой 12 ming yurgan. Xo'sh, tekshirib olishaveradi. Kraskasichi? Petno reftovka? Barter variant qilamizmi? Faqat naqd yetmaganiga 1-2 oyga mol qo'yib sotib olgani. Qancha deymiz? 6,5 ming murosa qilamiz. Oltin pastga kelishamizmi? Xo'p, nomeringizni aytvoring. 93lik. Mana, qiziqqanlar mana shunga aloqa chiqaverasizlar. Amaki rahmat, bozoringizni bersin. Hurmatli do'stlar, birdaniga ikkita emas. Mana maloshinimiz 2014, bu oqimiz 2016, 2014imiz 268 ming yurgan ekan. Xo'p. Audio sistemalari bor, barlari bor, rezinoviy ko'r tashalgan, cho'liqcha qo'llar kiyib qo'yishgan. Mana bu salonning holati, salon oynalariga tonirovka tortilgan. Mana bolalarning holati. Aka poli tozami? Tegi shumka ekan. Poli shumka ekan, tozami deyman? Toza, tagilardan qurib o'lchaydi. Ko'rib olishlar. Usta bu 2016 ha? 2016. Hop, 2016miz 413 ming yurgan ekan, audio sistemalari bor. Rezinoviy ko'r tashalgan. Chiroyli qilib chexollar kiyib qo'yish, o'zini zavodskiy chexolda qolgan mashina. Mana bu salonda, ha? Chexol poliga bor beriladi. Hop, mana bu salonda holati, salon Sizlarni ko'rib olaveradi, keyin tiktirib berilaveradi. bo'ldani. Sizlar ko'rib olsangiz tiktirib berishaveradi. Mana bolalarning holati. Bu suv yuvishgan hisobida bo'lgan, mana temir gaz balon. Qo'llari o'tadi. Ha, ko'rdim, undan bo'lib qoldi. Ha, bunaqa. Usta bu siz tirikchilikda. Xo'p. Uzr. Bu 2014 268 ming yurgan, motorda, korobkada, ходовойda. Расходi yo'q. Kraskasi? Kraska mana shu yerda. Qolgan yog'i top toza, qolgan top. Xo'p, buni barter variant qilamizmi? Qancha deymiz naqdga? Naqdga Kraska qayerda bo'ldi? toza aka ikkita arkaga
anaqa bu bo'lganmiz nima deydi pattozga sep bo'lgan shilingan buni oka oxiri hop 47 ga beramiz Oxir 47, uni pastida. Xo'p. Bu motorda, korobkada bu 413 ming yurgan 2016-yil motorda, korobkada, hadovoyda rasxod bormi yo'q? Yo'q. Kraskasichi? Kraskasi toza Shu arkada tegida boshqalari toza. arkaga nomiga sepgan Xo'p, bu ham barter variant bo'ladi. Generalni bo'ladimi ikkovi ham? oka naqdga bo'ladi naqdga 47 ga chiqadi ana 5 ta hozir o'tib beriladi 4,5 pastga kelishamizmi? Xo'p, nomerni aytib 90lik 050 0106 aka bozoringizni bersin. Mana hurmatli qiziqqanlarga 413 ming yurgan 2016-yil oq rangda. Xo'p, bu 268 ming yurgan malosh rangda qiziqqanlar telefon qilaverasizlar. Hurmatli 2024 11 ming yurgan toza ekan. Xo'p. Audio sistemalari bor, barlari bor, rezinoviy to'ri tashlangan, chiroyli qilib chexollar kiyizib qo'yishgan. Mana bu salonda qolgan salon o'yinlarga tanlab beradi. Convert kolonkalar bor. Mana bolalarning holati. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Hop. Temir gaz balon. Ustoz buni motorda, korobkada, hadovoyda rasxod bormi yo'qmi? Rasxod yo'q. Kraskasichi? Toza. Petno reftovka? Barter variant qilamizmi? Qancha deymiz? 8 ming tushib beramiz. 7,5 pastga kelishamizmi shatrga? Bozor qancha qildi? 70 qildi, o'shandan yetsa berasiz. Generalni chiqadimi? Hop, nomer aytib 93lik 401 70 19 aka bozoringizni bersin. Mana hurmatli do'stlar, qiziqqanlar xotirjam telefon qilaverasizlar.